Men haqiqiy ayolman. Senlarga o'xshab internetda har baloni ko'rsatmayman, la'natlar. Opa, siz ayolsiz, lekin baxtsizsiz, ishoning. Biz ayollar shunaqamizda, baxtli bo'lsak, buni birovga ko'rsatgimiz, maqtangimiz keladigan jonzotlarimiz. Tan olinglar. Qani eringiz har kuni qo'lida bitta dona bo'lsa ham atirgul bilan kiysin, bir joylarga aylantirsin, sizga yaxshi gaplar gapirsin, har kun podarkalar oling, baxtliligingizdan ko'rsatgingiz keladi. 4 ta qo'shniga chiqib maqtanasiz. Maqtanganingiz yetmayapti, ular gapingizga ishonmayapti-yu, Instagram ochasizda o'tga, bliskiga 10 ta dugoningiz bilan 10 ta qarindoshingizni tiqib qo'yib bo'lsa ham maqtanasiz. Ishoning, biz shunaqa yaralganmiz-da. Agar erimiz bizga bir narsa olib bersa, qaynonamiz bizga kun bermasa ham, o'sha erimiz olib berganini, erimiz bizni sevayotganini, shu siz qaynonamizning gaplariga qaramasdan shuni ham ko'rsatamiz qaynonamizga. Gap eshitishimizni, urushishimizni bilamiz, bizga kun bermasligini, lekin maqtangimiz kelaveradi. Opa, siz baxtsizsiz. Shunchaki baxtsizsiz.